To'poy odam boradi fohishani oldiga. Chunki u musor yashiga ular. Axlatini to'kib keladi hamma borib. Ahmoq odam, nopok odam boradi ularning oldiga. Lekin hayotda bo'lyapti shu ishlar. Mana ajrim ko'p. Siz bilan men ovqatni yeb, duo qilib yuraversak, soqolni tarab olib nima bu hayotmi shu? Kim o'ylaydi bu oilalarning buzilishini? Kim o'ylaydi bu jinoyatlar ko'payayotgan? Turmalar to'layotgan kim o'ylaydi? O'sha turma to'ladi qachon? Ota-onalar o'zini ishini qilmagan vijdonsiz ota-onalar sababli turmalar, qamoqlar to'ladi odamga. Nimaga vijdonsizda? O'zi yasanib to'yma-to'y yuraveradi, dadasi aytamadan kechgacha pul orqasidan quvib yuraveradi, bolasi bilan nevarasi bilan ishi yo'q. Vijdonsiz, rast tarbiya qilmas ekansan, nimaga tug'ding bo'lmasam? Rast tarbiya qilmas ekansan, nimaga tug'dirding bo'lmasam? Biz jamiyatimizga nima kerak? Sifatsiz odamning sonini ko'paytirish. Son bor va sifat bor. 10 mingta g'ish quydim, hammasi yorilgan, qiyshayot. Nima kerak bizga 10 mingta g'ish? Bizga mingta quysin, cho't